Ingliz tilida o'tmishda aniq vaqtda sodir bo'lgan harakatlarni past simple yordamida ifodalaymiz. Bu zamonda fe'llar ikki holatda ishlatiladi: to'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar. To'g'ri fe'llarga shunchaki ed qo'shimchasini qo'shamiz. Noto'g'ri fe'llar esa butunlay o'zgaradi. Misol uchun go went ga, buy bought ga, see esa saw ga o'zgaradi. Bularni yodlashimiz shart. Tasdiq gaplarni tuzish juda oson. Egadan keyin fe'lning o'tgan zamon shaklini qo'yamiz. Masalan, she walked to school. U maktabga piyoda bordi yoki he went to the market. U bozorga ketdi. Inkor gaplarda esa barcha shaxslar uchun bitta so'zdan foydalanamiz: didn't. Ammo diqqat qiling, didn't kelganda fe'l o'zining asl boshlang'ich shakliga qaytadi. She didn't went emas, she didn't go bo'ladi. So'roq gap yasash uchun esa gapning eng boshiga did yordamchi fe'lini olib chiqamiz. Bunda ham qoida o'zgarmaydi. Asosiy fe'l o'zining o'tgan zamon shaklini yo'qotib, asl holatida qoladi. Keling, hayotiy misollarni ko'ramiz. She called me last night. U kecha menga telefon qildi. We saw a film on Saturday. Shanba kuni kino ko'rdik. He didn't sleep well yesterday. U kecha yaxshi uxlamadi. Ko'p qilinadigan xato: noto'g'ri fe'llar ishlatganda adashib ed qo'shimchasini qo'shib qo'ymang. Go yoki buy degan so'zlar yo'q. Ularning o'z maxsus shakli bor. Go went ga, buy esa bought ga aylanadi. Ularni yodlab oling. Endi esa navbat sizga. What did you do yesterday? Kecha nima qildingiz? Past simple dan foydalanib izohlarda mana shu savolga javob bering.